Ama endi hozir bir 17 yil 18 yillarni shu sohaning ichida bo'lsak, aka. Hali bozorda yoshligimizda dadam aytardilar-da, oyoq yuvib bo'lsa ham semiradi, bu mehr berish kerak deb turib. Men sizga hozir shuni isbotlab beraman. Oyoq yuvmalim bor hozir, aka. Bo'ldi, ko'ramiz hozir. Ko'ramiz hozir. Ana xudo xolasa 2 kun oldin yashirilgan molimizni syomka qilib taqdim qilganmiz. Ma'lumotini nima qilish kerakligini to'liq bera olmaganmiz. Hozir shu haqida biz to'liq ma'lumot berib o'tamiz. 2 kun ichida bunga nimalarni qildik, nimasi foyda berdi, qanaqa o'zgarishlar bo'ldi. O'zim ham ko'rib turibman. Misol uchun oldingidan ko'ra haligi hayvon boqqanlar yaxshi biladi, chehrasi, yuzi ochildi deydi. Shunaqa narsa hozir bunda bor. Yashirilgan mol, bilasizlar, yem xashakdan qoladi. Yemay qo'yadi hech narsani. Avvalambor buni oldini olish kerak. Oyog'iga o'tib ketgandan keyin qiyinlashadi. Shuning uchun hozir bugun Avazxondan shu haqida ma'lumot olamiz to'liq. Kommentariyada o'z fikrini berib, har xil misol uchun davo yo'llarini yozayotganlarga alohida rahmat, shuncha e'tibor berayotgan ekansizlar. Ma'lumotni nuqta xolasi nimalarni qilganimizni, qanaqa dori qilganimizni xalqqa bob, ommaga bob, yengil yo'lni xudo xolasa foydali ma'lumot beramiz. Chunki staj misol uchun 1 yil 5 yillik emas, anchadan beri shu hayvon ichida yurib ko'p hayvon boqib kelayotgan Avazxon akamizdan bugun ma'lumot olib sizlarga xudo xolasa to'liq qilib beramiz. Avazxon endi bunga qilingan dorikorlardan, hop, nima lecheniyalar bo'ldi, qanaqa nima bo'ldi? Shuni batafsil birinchi o'rinda assalomu alaykum hammaga, Chortoq Chorva obunachilariga. Aka, biz birinchi o'rinda aytadigan gapimiz doktor emasmiz. Avvalo doktor emasmiz. Avvalo biz endi shu sohaning ichida yurganimizga eng effekt beradigan hamma narsa qilib ko'rganmiz biz. Qimmatlarni ham qilib ko'rganmiz, arzonini ham hammasini qilib ko'rganmiz. Hozirgi kunda effekt berayotganini xalqimizga haligi manfaatli bo'lsin deb aytmoqchimiz. Panaflavin Samarqanddan chiqadi. Bundan tomirdan 20 grammdan qilinadi. Asidi обязательно oyoqqa og'zini ochib og'ziga 20 grammdan 3 mahal qilindi. Bu molga xudo xolasa hozir qaysi jarayonda to'liq o'lanish jarayonida tillari ko'chdi, tili qimilyapti, shishib ketgandi birinchi videoda. E'tibor bergan bo'lsangiz, xudo xolasa bu mol kechqurundan hashaydi, uni ham qo'yamiz. Oyog'iga e'tibor berish kerak, oyog'iga aka. Oyog'iga biz effekt beryapgani hozir. Eng zo'r effekt berayotgani biz haligi marga sopga ham qilib ko'rganmiz, boshqa narsa ham, sprey ham, hammasi eng effekt berayotgani bu narsani qilamiz. Endi benzin har tomondan yaxshi bo'ladi. Har tomondan yaxshi. Ko'pchilik aytadi haligi aronni 2 ga bo'lib ichirish kerak boshqa. Xudo xolasa orom aralashtirmaslik kerak. Orom aralashtirmaganmiz. Bu narsa aralashtirilmadi ham. Keyin yana bitta bu Penistrid turizmimiz antibiotik bo'lib, mol holatiga qarab, sharoiti borlar agar bunga qo'shib kasal bo'lishi bilan birgalikda qilsa zo'r effekti. 3 kun, 4 kunda xudo xolasa hashakka kirib yaxshi bo'lib ketadi. Demak, asl bo'lganda holat og'irlashsa qisqa qilish kerak. Holati og'irlashsa, yaxshi bo'lmasa, plusga yurmasa 3 kunda haligi nimadir effekti bo'lmasa, buni qo'shasiz antibiotik. Imенно Penistrid turizm bo'lishi shart emas. Penistrid turizm, Penistrid lan deganlar bor. Antibiotikda kuchliroq antibiotik qilish kerak bunga. Bu yemaganni hisob, ya'ni quvvat beradiganni hisob. Aka, quvvat, qo'mollashlarga hammasiga yaxshi effekt beradi. Xudo xolasa, ma'lumotlarni bundan ham qiziqarlisi, bundan ham hayvonni qanaqa yo'lda boqish kerak, qaysi yo'lda ko'proq foydaga kirish kerak. Asosan chorvani boqishdan maqsad, biz olishdan maqsad foyda qilib, tezroq natijaga erishish. Xudo xolasa bizdan uzoqlashmang, bizni kuzatib boring, bizni YouTube kanalimizga, Instagramimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, xudo xolasa bundan ham ko'proq foydaliroq ma'lumotlarni chiqazamiz. Xudo xolasa, aslo kelayotgan partiyamizda qanaqa mollar bor hozir? Kelayotgan partiyamizda hamma moldan bor. Patsos bor, paltarashka bor, katta mollarimiz bor aka. Bo'g'oz sigirlar bor. Asosiy katta videolar xudo xolasa YouTube kanalimizda bo'ladi. Hammasini qo'yib, o'sha kattaroq qilib ya'ni yoritib borishga harakat qilamiz. Shuning uchun YouTube kanaliga a'zo bo'lsangiz, xudo xolasa foydali, manfaatli videolarni chiqazamiz. Chunki har bitta xonadonda hayvon bo'lgani yaxshi. Buni misol uchun foydasidan ham ko'ra bu tilsiz jonivorga hashar berishingiz ham bitta barakot savobdan narsa. Aka, men yana bitta mo'jiza ko'rsatib qo'yaman hozir. Hech kimga ko'rsatmaganman. Endi hozir bir 17 yil 18 yillarni shu sohaning ichida bo'lsak, aka. Hali bozorda yoshligimizda dadam aytardilar-da, oyoq yuvib bo'lsa ham semiradi, bu mehr berish kerak deb turib. Men sizga hozir shuni isbotlab beraman. Oyoq yuvmalim bor hozir aka. Bo'ldi, ko'ramiz hozir. Ko'ramiz hozir. Men ham hozir aytsangiz ishonmayman. Ko'zimdan ko'rmaguncha otam bor buni ustiga, qo'yam bor misol uchun
nima savol javobinglar bo'lsa, otni ham har xil kasalligiga xudo xolasa qo'limizdan kelgancha javob beramiz. Chunki Siz bu Ha, chorvada ha, to'g'ri. baraka bor. Haligi aka aytganlaridagi voha qilish kerak. tomonlar nima deyiladi bu kasallikni? Oqsil deyiladi Oqsil aka. deydi. Xudo xolasa shu yerda kuzatayotgan obunachilarimiz ham so'rashdi. Bizga вопрос berishga, savollarni berishgan. Xudo xolasa ularga ham обязательно bu kommentariyada o'zimizga отдельно kelayotgan savollarga xudo xolasa bir kun, ya'ni отдельно vaqt qilib chiqib har bitaniga bitta javob beramiz. Chunki insonmiz, mukammal emasmiz. Kimdir bu sohaga yangi kirayotgan, kimdir misol uchun boshlamoqchi va kimdir qancha yillardir qiladi-yu, lekin kasallanmagan bo'lishi mumkin hayvonlar. Iloyim hech kim kasallanmasin, lekin shunaqa sharoitlarda boqib, nimadir berish kerak, nimadir qilish kerakligini. Chunki Avazbekka u ota meros bu narsa, shu ilgaridan qilib kelingan narsa, ko'zlari ko'rib shu narsada katta Ha, bo'lgan. bilganimizni aka ilojimiz chunki ulashamiz. Xudo ha, xolasa. bilganimizni yashirish yo'q aka. Kelsin, ko'rsin, bu oldadi, Hmm. bu ko'p beradi endi dedi. Aka mana fermam ochiq, molxonam ochiq eshigi, qiziqqanlar bo'lsa kelib ko'rib, Ha, nimani ha, berayotganini, nima berayotganini kelib ko'rsin. Ha, bermaysanmi? aka, orqa Xudo tomonda xolasa. patsos mollarim bor. Zagonda unga nima beryapmanman, bunga Nima savol javobinglar bo'lsa, otni ham har xil kasalligiga xudo xolasa qo'limizdan kelgancha javob beramiz. Chunki ot yo'nalishida o'zimni bir 60-70% haligi doktor sifat nima bor, stajim bor. Xudo xolasa ma'lumot beramiz. Shuning uchun yana bir marta aytaman, like bosib, mehnat Obuna qadrlab, bo'lib qo'ying. obuna bo'lib qo'ying. aka mana sizga aytgan oyog'i yo'q deganmadim, yaqinroq ayling. Alloh atiyat bo'ladi. Iligidan pasti yo'q, ana yo'q ekan. Iligidan past yo'q aka, bu mol tug'ma emas. Mhm. Yoshligida shu tug'ilganda qopqonga tushib qolgan Rossiyada. Mhm. Bu Rossiyadan ko'rib, bilib, olma deganda o'zim olganman buni. Nima? Avvalambor Xudoyim aka, bu oyog'i bo'lmasa ham o'zgaraverishini isbotlab qo'ymoqchiman. Xudo xolasa bundoq qilamiz, o'qisa. Kommentariyada qolgan insonlarga ham qiziq bo'lsa kerak, chunki haligi odatda mol shikastlansa yo oyog'i sinsa, sirasi suyiga bir narsa qilishadigan. Mashina bundoq qilaylik. Buni shu dakansa 2-3 ta video olganimizda bitta shuni o'zgarishini qo'yib yuboradi avval qo'yib. Aka buni kelganda kichkina mol, o'zi haligi onasidan yangi ajragan Treves taxminan shu 140 kiloli mol edi. Hozir yaxshi mana manchadan buni ko'rmasam zo'r yuziga kelib qolibdi. Ertaga buni bitta video qilib Treves ichkilar kelgan. Qanaqa yem yeyapti bu? Qanchadan kuniga ves qo'shyapti. Hamma sog'lom molda qilgan ishi biz oyog'i yo'qda qilaylik. Oyog'i yo'qda bo'ldi. Mashinani xudo xolasa haligi mashina o'sha proyekt qilib bitta mashinani yasatib olib chiqayotganidan xudo xolasa mashin molda o'zgarishini videolarda har birisiga qo'yib, qanchadan vesini kilo yem yeyotganini ertaga video olganimizda buni xudo xolasa qo'yamiz taroziga, shunday turibcha. Keyin o'zgarishini video davomida qo'yib boramiz. Qiziq bo'lsa kuzatib turing, xudo xolasa bundan ham qiziqarli videolarni, manfaatli videolarni olishga harakat qilamiz. Chunki baribir hayvon borasida tili yo'q narsa. Bu turganda nima qilish kerak, yotganda nima qilish kerak, chetdan kirgan hayvonni qaysi yo'l bilan boqish kerak, nimalarni berish kerak, hammasi haqida xudo xolasa